Fabrikamizda hayitdan oldin boshqacha muhit bo'ladi. Bizani qizlar an'analarni davom etish uchun judayam mehnat qilishadi. Yaxshi ko'rib, sevib mehnat qilishadi. Mana sizlar bilmasanglar kerak, bu yupqani tarixini, bu yupqalarni mana onamga 75 yoshda kelib mana shu fabrikada o'rgatganlar. Mana shu yupqalar onamning retseptlari bilan qilinadi. Shu mahalgacha o'zgarmagan. Uyda qanaqa qilsangiz xuddi o'shanaqa qilgandik. Biz katta brendga aylanganimizga qaramasdan, biz o'zimizning qadimiy retseptlarimizni saqlab qolganmiz. Bizani xursand qiladigan narsa shuki, ko'p xonadonlarning dasturxonida bizani yupqalarimiz bilan, bo'g'isol chakchaklarimiz bilan bezatishadi. Bir paytda mana shu hayit bayramiga necha kun oldin tayyorgarlik qilardi o'zi. Yupqa, bo'g'irsoq, chakchak, yupqalarni, qushtillarni hammasini uyda pishirardik. Qo'ni-qo'shnilar bilan, dessertlar bilan bo'lishardim. Lekin ularning uyda meropryatiyami, bir mavluyat bo'lsa, "Voy, o'zingiz bosh bo'lib pishirish bora qoling, bizga o'xshamaydi" deyishar. Javonim dilim bilan borib ularga yordamlashib pishirish borardi.